Assalomu alaykum, hurmatli talabalar. Bugun sizlar bilan injenerlik konstruksiyalari fanidan navbatdagi ma'ruzamizni boshlaymiz. Hop, keyingi mavzuyimiz po'lat to'sinlar va to'sinlarni konstruksiyasi deb nomlanadi. Qurilish amaliyotida asosan egilishga ishlaydigan konstruksiya elementlari to'sinlar deb etiladi. Bino va inshootlar qurilishida to'sinlar metalldan, yog'ochdan yoki temir betondan tayyorlanishi mumkin. Siz rasmda ko'rib turganingiz birinchi turgani bu demak metall to'sinlar, keyingisi yog'och to'sinlar va mana bu rasmda temir beton to'sinlarni har xil ko'ndalang kesim yuzasiga ega bo'lgan temir beton to'sinlarni qo'shishimiz mumkin bo'ladi. Hop. Po'lat to'sinlar asosan turli xildagi bino va inshootlarni yopma va orayopma elementlari sifatida ko'prik konstruksiyalarida, ishlab chiqarish binolarining ish maydonchalarida, estakadalarda, gidrotexnika va melioratsiya zatvorlarida, shluzlarda hamda shunga o'xshash boshqa inshootlarning asosiy yuk ko'taruvchi elementlari sifatida keng qo'llaniladi. Bundan tashqari, po'lat to'sinlardan ishlab chiqarish binolaridagi ko'priksimon kranlarning asosiy va ko'taruvchi elementlarida hamda boshqa turdagi ayrim kranlarni kran osti elementlari sifatida ham keng foydalaniladi. To'sinlarning ko'ndalang kesim yuzalarini sizlar quyidagi rasmda ko'rishingiz mumkin bo'ladi. Prokat to'sinlar sifatida asosan qo'sh davr va shvelerdan. Umuman olganda to'sinlar ikki xil bo'ladi, ya'ni prokat to'sinlar hamda yig'ma to'sinlar deb nomlanadi. Prokat to'sinlar mana bu rasmda A va B uh, rasmda keltirilgan, ya'ni tayyor zavoddan oraliq masofasi 6 metrgacha bo'lgan joylarda qo'llaymiz, ya'ni 6 metrgacha qilib uzunligi 6 metrgacha qilib ishlab chiqariladi. Prokat to'sinlar bular qo'sh davr shvelish ko'rinishida bo'ladi. 6 metrdan oraliq masofamiz uzun bo'lib ketadigan bo'lsa, unaqa holatda biz yig'ma, ya'ni V bilan G rasmdagi yig'ma to'sinlardan foydalanamiz. Endi agar masalan 7 metrda prokat to'sin zavodga zakaz berib chiqarishimiz mumkin, lekin oraliq masofa qancha uzayib ketgani sari to'sinimiz egilib ketaveradi. Shuning uchun ham demak faqatgina 6 metrgacha bo'lgan joylarda biz yig'ma prokat to'sinlardan foydalanamiz. Yig'ma to'sinlar esa listdan yig'iladi. Mana masalan V rasmdagi yig'ma to'sinimizga keladigan bo'lsak, tepada demak bitta list, vertikaliga yana bitta list va pastida gorizontalliga yana bitta list. Ya'ni 3 ta listdan yig'iladi. Bularning nomlari demak yuqori belbog', to'sin devori hamda pastki belbog' deyiladi. Va biriktirish usuliga ko'ra ular yoki payvandlanishi yoki boltli birikmalar orqali biriktirilishi mumkin. Demak, buni o'tgan darsda aytgandik, agar to'sinimizga dinamik kuchlar ta'sir qilsa boltli birikmalardan, agar statik kuchlar ta'sir qiladigan bo'lsa, svarkadan foydalanib ularni biriktirishimiz mumkin bo'ladi. Keyingi G chizmamizda bu yerda demak juda ham mustahkam bo'lgan, ya'ni listlarni ikkita qilib qo'yilgan va ora burchaklariga uгольник, ya'ni burchaksimonlar po'lat prokatlardan foydalangan holda biriktirilgan. Bular ancha mustahkam bo'ladi, lekin iqtisodiy jihatdan bu sizga qimmatga tushishi mumkin. Xo'p, prokat to'sinlar sifatida asosan demak qo'sh davr shvelerlardan foydalaniladi. Prokat to'sinlarda asosan nisbatan kichik oraliqlama, ya'ni boya aytganimizdek 6 metrgacha bo'lgan joylarda demak ishlatishimiz maqsadga muvofiq bo'ladi. Ularning afzalligi demak texnologik xarajatlar nisbatan kichik bo'ladi. Yuk ko'tarish qobiliyati bevosita to'sin oraliq masofasiga bog'liq bo'lishi uchun nisbatan katta oraliqli to'sinlardan ortiqcha metall sarfiga yo'l qo'yiladi. Shu bois ham nisbatan katta oraliqli, ya'ni 6 dan 12 metrgacha bo'lgan bino va inshootlar qurilishida yig'ma po'lat to'sinlardan foydalanish maqsadga muvofiq bo'ladi. Yig'ma po'lat to'sinda ham asosan ikki xil bo'ladi, ya'ni yakka devorli hamda qo'sh devorli. Xo'p, quyidagi rasmimizda demak A, B, V da bular yakka devorli.
rasmimizda esa demak bular qo'sh devorli. Endi agar oraliq masofasi uzayib ketadigan bo'lsa yana bitta devor qo'shishimiz mumkin, lekin bu boya aytganimizdek metal ko'p ketgani uchun to'sinimiz qimmatga tushib ketadi. Qo'sh devorli to'sinlarimiz. Yuqori va quyi tokchalari hamda vertikal tarzda joylashtirilgan to'sin devoridan iborat bo'ladi. Yig'ma to'sin tokchalarini devoriga payvandlab, yuqori mustahkamlikdagi boltlar yoki parcha yordamida biriktirish mumkin. Agar to'sin statik, buni hozir biz sizlar bilan aytib o'tdik. Bunga yana to'xtalib o'tirmaymiz. Yig'ma po'lat to'sinlar vazifasiga ko'ra buni ham aytdik, yakka devorli yoki qo'sh devorli bo'lishi mumkin. Xo'p, po'lat to'sinlarni samarador konstruktiv yechimlari. Metal konstruksiyalarni loyihalashda ularga qo'yiladigan talablardan biri texnik-iqtisodiy talablar hisoblanadi. Shunchadan demak metal konstruksiyalarni loyihalashda konstruksiya elementlarini yuk ko'tarish qobiliyatini saqlagan holda ularda ketadigan metal sarfini kamaytirish konstruksiyaning tannarxini kamaytirishga asos yaratadi. To'sinlarni demak konstruksiyalarini bahosi tahlil qilinganda umumiy bahoni 60-65% prokat profilini bahosiga. Zavodlarda bajariladigan texnologik xarajatlarga esa 16-22%, montaj xarajatlari 5-20%ni, ekspluatatsiya xarajatlari taxminan 2% tashkil etadi. Bundan shuni ta'kidlash joizki, konstruksiya barpo etilayotganda ularni samarador konstruksiyalarni yaratish asosan metal sarfini kamaytirishga va konstruksiyalarni unifikatsiyalash hamda turkumlashtirish masalalarini oqilona hal etishga yo'naltirilishi kerak. Po'lat to'sinli bino va inshootlarning metal konstruksiyalarini asosiy elementlaridan biri bo'lganligi uchun ularni samarador konstruktiv yechimlarni ishlab chiqish va ularni takomil variantlarini ishlab chiqarishga joriy etish katta iqtisodiy ahamiyatga ega hisoblanadi. Hozirgi kunda po'lat to'sinlarning texnik iqtisodiy ko'rsatkichlarini yaxshilash maqsadida ularni an'anaviy konstruksiya yechimlaridan tashqari quyidagi ikkita samarador yechimlari ham alohida qo'llash mumkin. Bulardan birinchisi bimetal to'sinlar. Ya'ni bimetal degani bu, bilasizlar, bi degani ikki, ya'ni ikki xil metal. Hop, to'sinlarni tashqi yuklar ta'sirida egilishga ishlasa ham, ularni bo'ylama neytral o'qidan bir tomoni demak tepa qismi siqilishga, pastki qismi esa cho'zilishga ishlaydi. Shunga asoslangan holda yig'ma to'sinlarning tokchalarida eng katta siquvchi va cho'zuvchi normal zo'riqishlar hosil bo'ladi. Ya'ni eng tepasi va eng pastki qismida. O'rta qismida demak kamroq siqiladi, kamroq cho'ziladi. Ushbu zo'riqishlarning qiymatini to'sin kesimi neytral o'qi tomon kamayib boradi. Demak, yig'ma to'sin tokchalaridagi normal zo'riqishlarning devorlaridagi zo'riqishlardan birmuncha katta bo'ladi. Shunga asoslangan holda yig'ma to'sinlarning alohida elementlarini, tokchalar va devorlarini turli xildagi materialdan qabul qilish mumkin. Bunda yig'ma to'sinlarning tokchalari ham uglerodli po'latlardan tayyorlansa, ularning devorlarini alyuminiy qotishmalardan tayyorlash mumkin. Faqat bunday hollarda yig'ma to'sinlarning alohida elementlari, tokchalari va devorlari o'zaro boltlar yoki parcha yordamida biritiladi. Ya'ni bu nima demoqchi? Faqatgina demak yuqori va pastki tokchalarini boshqacha metal, o'rta qismini esa boshqacha metaldan tayyorlashni tavsiya qilyapti. Chunki o'sha epirasiga qaraydigan bo'lsak, o'rtadagi neytral o'qdan tepaga pastga qaraganda kamroq siqilib, kamroq cho'ziladi to'sin. Ana shu kam kuch ta'sir qilayotgan joyiga biz boshqa bitta metaldan foydalanaylik deb tavsiya beryapti. Yig'ma to'sinlarning alohida elementlari yuqori mustahkamli po'latlardan tayyorlansa, metal sarfini birmuncha kamaytirish mumkin, lekin bunaqa holatlarda doimo kutilgan samaradorlikka erishib bo'lmaydi, chunki po'latlarning mustahkamligi ortishi bilan ularning bahosi ham nisbatan yuqori bo'ladi. Masalan, VST3PS6 markadagi po'latni bahosini shartli ravishda 100% deb qabul qilinadigan bo'lsa, 09G2S markadagi po'latni bahosi 129% tashkil etadi. Ularning baholari orasidagi qariyb 30% tashkil etadi. Demak, bu samara har doim ham o'zini oqlamas ekan. Hop, ikkinchi konstruksiya samarador yechimlardan biri bu devorlari perforatsiyalangan to'sinlar. Ya'ni ko'ndalang kesimini prokat to'sinlarni devorlarini bo'ylamasiga siniq to'g'ri chiziqlari bo'yicha kesish yo'li bilan tayyorlanadi. Bunda prokat to'sinning ikki qismi bir-biridan ajraladi va ulardan birini qismi ikkinchi qismiga nisbatan bo'ylamasiga ma'lum bir masofaga siljitib joylashtiriladi. Shundan keyin to'sin devorlari bir-biri bilan tutashgan joylari o'zaro uchma-uch payvandlash yo'li bilan biriktiriladi.
Ushbu usul bilan siniq chiziq shaklidagi qarab, demak, to'sin devorlari turli shaklda va o'lchamdagi bir qanday teshiklar hosil qilinishi mumkin. O'tkazilgan tadqiqot natijalariga asoslangan holda qo'llanilayotgan birlamchi qo'sh davr shaklidagi plakat to'sindan oqilona foydalanish uchun uni devorlarini kesishda quyidagilarga rioya qilish maqsadga muvofiq bo'ladi. Demak, balandligini 0,6-0,75 h olishimiz kerak bo'ladi. A ni demak 90 millimetr, K 250 millimetr hamda D 40-70 gradus oralig'ida bo'lishi kerak. Agar yuqorida qayd etilgan ko'rsatmalarga rioya etilsa, devorlari perforatsiyalangan po'lat to'sinni qarshilik momenti 1,3, 1,5 marta, demak, inersiya momenti esa 1,5-2 marta oshishi mumkin bo'ladi. Devorlari perforatsiyalangan po'lat to'sinni samarador konstruktiv va texnologik yechimlari boshqa usullar bilan ham amalga oshirish mumkin. Masalan, po'lat to'sinlarni oldindan zo'riqtirish, to'sin devorlarni shaklini o'zgartirish va boshqalarni kiritish mumkin. Faqat bino va inshootlarni metal konstruksiyalarini loyihalashda har bir xususiy holatga kreativ yondashgan holda ularni qo'llanilish ko'lamini va boshqa shart-sharoitlarni e'tiborga olgan holda ularni konstruktiv va texnologik yechimlarini ilmiy va amaliy jihatdan asoslangan holda qabul qilish maqsadga muvofiq bo'ladi. Demak, mana devorlari perforatsiyalangan to'sinlarni siz bu yerda ko'rishingiz mumkin. Lekin yana bitta narsani aytib o'tish joizki, o'sha masalan, to'sinlarni samarador konstruktiv yechimlari bimetall to'sinlarmi yoki mana shu devorlari perforatsiyalangan to'sinlarni asosiy yuk ko'taruvchi element sifatida, konstruksiya sifatida foydalanish tavsiya etilmaydi. Baribir ham bular demak, o'zimizni asosiy to'sinlarimizdan bir qancha mustahkamligi yuqori deb hisoblanmaydi. O'shaning uchun ham ikkinchi darajali konstruksiyalarda tomlarni yopayotganimizda yokida bunaqayam ko'p yuk tushmaydigan yoki vaqtinchalik konstruksiyalarimizda bulardan biza foydalanishimiz mumkin bo'ladi. Qolgan holatlarda demak, o'zimizni oddiy o'sha to'sinlardan foydalangan maqsadga muvofiq bo'ladi. Mana bu yerda demak, rasmlarni ko'rishingiz mumkin. Xo'p, bugungi darsimiz demak shundan iborat edi. Agar kimda qanaqa savollar bo'lsa, bizga aloqaga chiqishingiz mumkin. Keyingi darsda ko'rishguncha, demak, sizlar bilan xayrlashib qolamiz.